Yo, hammaga salom obunachilar. Bugun biz Prison Escape o'yinini o'ynaymiz va bu o'yinda biz nafaqat qochamiz qamoqdan, balki qoshiqda qochamiz. Qoshiqda boshlab, qoshiqda qochamiz. Wow, juda qiyin bo'ladi. Videoni boshlashdan avval sizlardan bir narsani so'ramoqchi edim bolalar. O'tgan safargi videoyimda 300 kishi ko'rgan. Bu degani 300 ta o'zbek meni videoyimga bosib ko'rgan, lekin nimagadir like'lar soni uyim yonib ketdi. Like bo'lyapti. Uzoqqa 4 dona. Ya'ni ham bilmadim, qaragim ham kelmadi. Xullas, sizdan bir narsani iltimos qilmoqchi edim. Meni qo'llab-quvvatlasangiz zo'r videolar chiqarishda boshlardim. E'tiboringiz uchun rahmat. Xullas, videoga qaytsak, men bu videoni Orif Play'ni o'yinida ko'rgandim va shunda qiziqib qoldim. O'zim ham qilsam-chi degan bir fikr keldi. Qo'rqmanglar, o'g'irlamadim. Prosta tak fikr oldim. Shunaqa. Xo'sh, xat ko'r deydi. Xat ko'raylikchi. Bu yerda deydi, tarjima qilishni bilaman, inglizcha bilaman, lekin erinayapman deydi. Yozib qo'yaman deydi. Mayli, unda xatni joyiga qo'yamiz. Tunnel bor, tunneldan chiqib ketasan deydi. Xo'sh, bizda zadaniya berdi. Gilamni o'ng'ar, polda tagidagi deydi. O'ng'aramiz. Opana, kafillar. Sindirish kerak deydi. Qo'ling bilan sindirma deydi. Stolda ol deydi. Bo'ldi, stolda oldik bola. Davay. Bu yoqda ursam nariyoq sinayaptimi? O'yin nima, like qilyaptimi cho'ta? Meni Redmi 14 im ko'tarmayapti shekilli, o'zi yangi olganman. Maqtanib qo'yish joyida. Ters. Ur. Stol joyiga qo'yamiz. Aqlli bo'lamiz. Davay. Endi qoshiqni ol. Oldik. Qoshiq bilan qazib chiqib ketamiz endi. Qazishni boshla deydi. Yo'q, mana bu yerda narsa ko'rinadi. Olamiz, qo'yib qo'yish kerak. Qozdik. Yaxshi. Ana qoshiq bilan bugun chiqib ketaman deyman. Bu narsa chiqyapti. Ash narsalarni keyin bumaga almashtirsak bo'ladi, chunki qamoqxonani valyutasi bumaga ekan. Nima ham bo'lishi mumkin yana. Bumaga. Qo'riqchi ham kelib qoladi, adashmasam. Tepada vaqti bor ekan. Nima tushlik degan, menimcha tushlik vaqtiga kelsa kerak, yana ham bilmadim. Xullas 5 ta narsa topishga imkonimiz bor inventarimizda. Hop, biz undan 4 tasini topdik. 5-inchisi mana, 5-inchisini ham olib atrofni sal tozalab qo'yaylik. Keyin kelishimiz oson bo'lsin. Ikkinchi pastda stamina bor, 6-inchdan ololmaymiz. Chiqib ketolmayman-ku. Yo, chuqur qozib qo'ydimmi? Arqon bilan chiqsak bo'ladi, arqon. Arqonni ishlataman. Hop, ana. Endi gilamni hozir. Gilamni sekin og'daramiz. Hech kim hech narsa bilmasligi kerak. Tuproqdol. Ayyo, birinchi mana nima narsalarni qo'y deyapti. Narsalarni qo'yib tashlaymiz. Biz bumaga almashtiramiz buni. Qurolingni yashir. To'limizni yashirdik. Tuproqni tualetga tasha deydi. Oqizvoramiz. Davay. Hammasini ol $5 ga. Kim uni $5 beraman deb o'tiribdi. Tintaymiz yo, bro. Qo'riqchini chaqir deydi. Gap yo'q, chaqiramiz. Keyin ana ularni sotib, ana qolgan o'sha qamoqdagilardan narsa almashtirsak bo'ladi. Nimadir kerakmi deyapti. Sotaman deyapti. 19 ta bo'lmaga. 19 ta bo'lmaga. Umrimda buncha bo'lmaga ishlatmaganman. Juda katta pul-ku uka. Nech pul turadi? Uzog'i 12 mingmi, 13 ming bo'lar. Yana ham bilmadim. 30 sekund berdim deydi. Uka, nima sotyapsan sen? 30. Mana buni olsak bo'ladimi? Eng arzoni shu. Quvvatimizni to'ldirib olamiz-da. Gantel 50. Nima qilaman men buni? Tintaymiz-a? 50 ga so'mka keyinroq olamiz buni. Arqon halichalik shart emas, chunki hali yarim metr ham qo'zg'alganim yo'q. Yaxshi mahbus bo'lib, ichkariga kirib o'tiramiz. Davay, men hech narsani ko'rmadim, sizlarni ko'rmading. Atrof chiroyli ekan-a? Devorlar zo'r xona. Chinamgina mahbus. Xo'sh. Davay, ishni boshladik. Mana ikkitasi.
Xo'sh, hammerlarni ochib qo'ydim. Ana endi hozir chiqib oldim. Mana bu yerga hozir yashiray birinchi. Joy-joyiga qo'yib. Xullas, bu yerda faqat qozib chiqib ketmaysiz. Questlari ham ko'p buni. Tuproqlarni yashirsak, hali ko'p zadariyalar chiqadi. Bir ikkita yomon odamlar bilan ularning zadariyasini ishlab pul yig'amiz. Hali buni ochilmaydigan juda katta joy, ko'p qismi ko'pda ish qilib, bir so'z bilan aytganda. Xullas, bularni sotamiz hozir. Hamma narsa joyida. Endi qo'riqchini chaqirsak ham bo'ladi. Demak, joyida chaqiramiz. Qamoqxona zo'r, dahshat. Qo'riqchi kelsa edi tezroq. Oppa, keldi. Xo'sh, ukam. Ol mana uni. 19 ta. 19 ta mayli. Bir Bumaga bir. 35 ta bo'ldi. Endi kattaroq. Yo'qol. 30 sekund. Yo'qol. Xo'sh, mana bu kattarog'ini olamiz. Belkurakchani. Qiziq, qanday yashirmasdan sig'dirib olib kelgan ekan bu. Bizga bundan qizig'i yo'q. Biz tagiga qilamiz. Lunch break deydi. Ovqatlanish vaqti. Kimda bu? Nigar opacha. Opana, orqasida pistolet bor ekan, cho'ta yaqin yurmagan ma'qul. Xo'sh, mana bu boss nigircha. O'shani ham oldiga olib borishimiz kerak. Ular juda ham ko'p, lekin masalan, Orif Play'da o'zi ham kamida bir 2 soatlik video qildimi, shunday qildi. Men esa 15-20 minutda ko'raman. Tugataman yomon. Ovqat bermaysan? Bo'ldi, yetadi. Karta o'yna deydi. Mayli o'ynaymiz, gap yo'q. 5 tadan butun karta o'yinini tushunmayman. Tanladim mayli. Yutqizding dedi. Bilaman-da, men bunaqa qimorlarda hech qachon olmadim kelmaydi. Hech qachon olmadim kelmaydi onasim. Sen ketdim, men vaqtdan foydalanib yutay ana uni. Rektorni san ko'rib olsak, ovqatlanish 4:30 da tugar ekan. Hozir esa 1 bo'ldi. 1,5 minut vaqtimiz bor. Bu yerni ochamiz. Katta belkurak, yaxshiroq qozar ekan. Mana bu yerda narsalar bor. Narsalarni olish kerak, sotish kerak. Juda qiziq o'yin, lekin menga shunaqalar yoqadi. Horrorga to'g'risini aytsam, horrorlarga unchalik reaksiya bera olmayman, chunki vorzandirchiman-ku. Mayli, unda ko'ramiz. Necha kunda chiqib keta olamiz? 4-narsa bizda. Bularni olib, sekingina Bumagaga almashtirib, undan keyin yangi narsalar, texnikalarni sotib olsak bo'ladi. Davay, o'zi yaqin qoldi hozir. Gilamlarni yig'ishtirib urish kerak. Endi xo'sh, tuproqni olamiz. Toiletga flash qilib yuboramiz, ya'ni oqizib yuboramiz. Yo'q qolmasligi, kelib turib topolmasligi uchun. Davay, buni ham oqizamiz. Oqizdik. 5 yevroga ham bilmam o'zini valyutasiga oqizib yubor deydi. Kim 5 anoni beraman deb o'tiribdi. Mayli, xona toza, hammasi yaxshi. Narsalarni berib qo'yamiz. Men endi hozir lunch time. Bu nima deydi? 5 yevroga senga ish bor deydi. Neger. Mayli, qizishmaymiz. Aslida unaqa yomonchi emasman. Xo'sh, sovun olib kelib deydimi? Uka, sovunni nima qilasan? Qiziq. Boya meni sovunim, meni olib bo'lmayapti-da, nimagadir sovunim. Mayli. Qo'rqish kelyapti. Nimadir kerak emasmi deydi. Mana sotamiz 26 ta. Normalni ko'paydi. 30 ta bo'ldi. Nimadir ham olsak bo'laydi 30 ta. Davay, ber soqqan. Bo'ldi aka, bo'ldi, tushunarli. So'rang. Kley bormi? Kley bormi? 5 ta almashtirsak bo'ladi, bizga energiya kerak. To'ldirib olamiz, hozir yana qozish kerak. Gantel. Bu qozish kuchini menimcha oshirsa kerak energiyani. Arqon hozirchalik shart emas o'zi. 1 metr ham qozmadim shekilli. 30 ta ekan, lekin arzon ekanda. 5 ta yetmay qoldi arqonga. Soqchi kelyapti deydi. Soat 10:00 da svetlar o'chadi deydi.
Da, bizda 10 soat 10 da namoyish, kechasi soat 1 mi bilmayman. Qaydadir ham ilhom kelib qoldi. 3 kundan beri yozyapman. Ko'chada chigirtkada chiyilyapti. Asabga tegib. Men sizlarga ham eshitilyapti. Xullas, gilamni og'diramiz, biz esa ishni boshlaymiz. Da, meni osbobim qani meni? O'zi ancha qozib qo'ydim boku. Atrof tozalamasak meni chiqish sal qiyin bo'lyapti men. U ikkita dish topildi. Bitta sovun ham kerak ana unga, negerga. Oh, sorry. I'm not a racist, bro. No. Racist. Yeah. Plus sovun topdik neger tog'iga. Da. Yana bitta narsa topdik, uni asrab qo'yamiz. Buni 5 deb qoldi. Endi ololmaymiz, atrof tozalab qo'yamiz, chunki chiqishga ham oson bo'lish kerak keyin. Pastlarni, yo'llarni ham tozalash kerak. O'ng'ir qolmasin, sal tekislab odam bashara qilsak. Atroflarni ham qozsak ham narsa chiqadi, ham sal toza qilib arqondan chiqdik. Davay. Gilamni yopdik. Buni yashirdik, tuproq. Tut, oqiz bor. Davay, oqizdik. Yana olamiz. Yana qolgan ham oqiz bor. Buni ham ol. Telefonim sal cho'ta lag qilyapti. Ya'ni sal kechikroq ishlayapti, bilmadim nimaga. Balki Windows'dandir, ya'ni bilmadim. Tasha. Xo'p, 3-chi son. Billa. Son ketib qoldi. Endi olib bo'lmaydi-ku buni. Billa. Nima qilib qo'ydim men? Avval garaj yana toparmiz. Qo'rishni chaqiraychi. Hello, uka, tezroq kel. Faqat tezlash. Bu ham faqat 22 ta beraman deydi. 22 ta? Nima qilaman men buni? Qiriysiz qo'lar ekan. Voy, 3 ta yetmas ekanda anavga. Cho'michki. Yo'g'onsa gantelga 30 sekund vaqt berdi. Nima olamiz? Arqon olsammikan? Pulim yetadigani shu-ku. Sumka 50. Bu yoqda hammasi 50 ta. Endi mana quvvat olmasak, quvvat olish kerak. Bu yo'q. Mayli, ana kelyapti. Qo'rqish kelyapti. Hamma joy-joyga o'tib oldi. Qani o'zi kelyaptimi? Oish, kela qol tezroq. Qanisan uka? Billa. Chiqib qoldim boku. Telefonim lag berib. Voy billa. Hech narsa qilmas ekan-a? Gilamni ko'tarib davom ettiramiz, mustavay ishdi. Qancha qilganimni ko'tingga chiqding! Qancha qilganimni ko'tingga chiqding! Nima yana boshdan qilaman? Davay, sindir. Bunda sindir bo'lmaydi. Stolda to'xta, buni birinchi qo'yish kerak. Buni birinchi qaytarib joyiga qo'yaylik unda. Shuncha qilgan mana qildi. O'lgir. Chiqib qolmasi kerak ekanda. Men yana pulimizni olib qo'yamiz dedim. Lekin pul olmay, yaxshi. Xirikda turibdi. Hozir yana ozroq qozib yana bir to'plarmizda. Muhimi yaxshiroq narsa olsak tezroq qozamiz. Sindirib tezroq ochib chiqib ketaverish kerak. Cho'ta lag bo'lyapti. Mayli. Lag bo'lyapti. Yaxshigina lag. Stol joyiga qo'yamiz. Bilkuragimizni olamiz. Yosh bolalar bilkuraga o'xshaydi. Ana kukuruzdan chiqadigan yoki. Ana shunga. Tezrash. Chiqqan narsani u sovun. Buni topshiramiz ana unga. Buni topshiramiz. Davay, gramni joyiga qo'yamiz. Bilgravasi qo'ydik. Bironta isbot dalil qoldirmaymiz. Hammasini o'qib borish kerak. Bo'lmasa boyagida deb qoladi. Shu lag beryapti. Mayli, farqi yo'q. Xullas. Oxirgisi bu. Ana undan keyin tamom. Ertangi kunni kutamiz. 22:00 da yozish kerak deydi. Hali yana 2 minut bor, lekin quvvatimiz yo'qda. Bitta narsa topdik yoki.
Qo'riqchini chaqiramiz endi. Nimadir sotib olishga yetarmikan bu pul? Bir donasi necha pul beradi? 8 ta bersa zo'r bo'laydi. Qo'riqchimiz 8 ta beradigan o'xshamaydi. Ziqni. Da, mana uni sotish kerak. 6 ta ham berma, qoyil. 4 dona. 30 sekundda seni qaytib ichida ko'ray dedim, mayli. Bilsangiz shu 50 ta deydi, 46 ta qoldi bizda. Snekni baribir olishga majburmiz, xohlasak xohlamasak ham. Quvvat kerak baribir qolish uchun. Ichkariga kiramiz endi faqat shular. Menimcha she'rni yakunlasak ham bo'ladi. Iltimos, like bosinglar, obuna bo'linglar. Odam yo'q, hech kim ko'rmayapti.